Assalomu alaykum. Kattolistona kanalimiz aziz obunachilari. Bugun biz mana Namangan viloyati Harlobodda 3,5 sotik otopleniyamizni yakunlab tugatdik. Sizlarga bir qator ko'rsatib ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bu yer 3,5 sotik stokadan tashlaydigan oddiy usuldagi sistemamiz bo'lgan. Bu yoqda 4 qator oldi, bu yoqda 3 qator, obratchamiz ham borligi bilan o'rtadan 4 qator, bu yoqda ham 4 qator. Общий 420 metr turib ishlatdik. Ko'rib turibsizlar, bu yerdan 20 sm qochirganmiz stokadan, sababki bu yerda keyin termiz haqqi bor, shuning uchun 20 sm qochishga. Termiz haqqi bo'lmasa, bu yerda termiz yopilganda turba tegib qoladi, xalaqit beradi. Buni orasini ochib qo'yganmiz, pastgacha tushiraveradi. Termiz xalaqit berib ichkarida bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu yonboshimizni ham so'rganmiz, yonboshdan ham sovuq uradi. U yonboshdan ham qilingan. Bizda ko'rib turibsizlar, obratgani ikki tomondan bitta kelyapti-da, 100likda qo'shilyapti. 100likda qo'shib turib, bitta 76likda qaytib katalogga jo'natib beryapmiz. Bularni ko'tarilib ketganning sababi yerimiz nari katalonlaydigan yer bilan bu tarafda yarim metr 50 sm uklon chiqib qoldi. Yer bu yoqqa past ekan, katalon nari boshiga qo'yiladi deb qo'ygan. Shuni hisobidan iloji yo'q, endi obratgani ko'tarib berdik. Obratgani ko'tarib, mana ko'rib turibsizlar, bu yoqqa pasaygan. Obratgamiz pasaygan, turbalar bu yoqqa tushgan. Buni qilishimizdan maqsad mana buni ham ko'rib turibsizlar, 4 tali turbani 3tasini bitta 76likka urganmiz. 3tasini bitta 76likka urganmizda, bu pastidagini alohida 100lik urib qo'yganmiz. Bu ham shuna qo'ying. Bunga sabab tortishi, suv qisilib qolmaydi. Ko'p holatlarda 4 tani bittaga uriladi. Eng pastki qator sekinroq ishlaydi deb bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida biz buni alohida tut bilan pastga urib qo'ydik. Bu yerni 3 tani bitta qilib turib 76 lik istagan qilib urdikda. Ikkita 76 lik bitta 100 lik bo'lyapti-da, kalkulyator hisobda 76 likda kattalik ketyapti. Bunaqasi taqsim bir xilda tortib beradi obratga, ikki tomonda. Bir taraf qisilib, bir taraf o'tib ketib qolmaydi. O'rta mana 76 lik qilingan, 50 lik qilingan o'rta 3 qatorlik uchun. Buni metri ham oz, 20 metr 3 qator bo'lib keladi-da bitta. Asosiy 76 lik obratgamiz ulanyapti, yo'q ekan. Padachimiz ham shu ahvolda bo'ladi. Padach ham hozir o'tib ko'rsatamiz. Ulanishlari alohida e'tibor berilgan. Chiroyli qilib asrlar qilib hamma mayda juda detallariga e'tibor berib, kimga xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib bera olasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab boshqa yerlarga endi kelishgan holatda albatta kattaroq yerlar bo'lsa boramiz. Bu yoqdagi 10 sotikni pastiga chiqilmaydi vodiydan. Vodiy 10 sotikgacha bemalol qilib topshirib bera olamiz. Hozir endi padash tomondan ham bir ko'rsatib. Xo'p, mana bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tsak. Mana chapamiz bu yog'i uzun, bu yog'i 27 metr, bu yog'i 20 metr. Mana bu tomoniga ham, yonboshiga ham yapoloji mana bu yoqda ham termiz hisob olingan, hamma yoqning mana obratga pasayapti. Bu yerdan yo'laq o'tgan. Mana o'rta qator yurasizlar 20 metr. Mana bu padachi, katta yo'lda o'rni mana chiqadi, padachi ulanadi. Bunga mana kelyapti o'rtaga ata 57 76 ni 57 qilib qisganmiz. Bunga 3 tasi bitta 57 yo'lini olgan. Sababki bu yoqda qisishimiz kerak, chunki metraj oz. Tortarishi mumkin ikki yonboshiga qaraganda mana. Hop, bu yoqqa mana ketyapti. Bu yoqqa ham termizlar hisob olingan, alohida e'tibor qaratasizlar. Mana obratga 76 lik ko'rib turibsizlar. U boshi bilan bu boshida 5 sm uklon bor. 5 sm ga nari tomoni baland, bu yoq 5 sm past. Endi farqni ko'rib turibsizlar qancha bo'lib ketganini. Bu yoq uklon yer pastlik hisobiga baland ko'rinyapti, lekin 5 sm uklon bor. Mana katolimizga joy, bu yerdan katol ulanadi, o'rtadan katol ishlari qo'ygan, endi quladi. Obratga ham yo'naladi mana. Xo'p, asosiy joyini sizlarga ko'rsatib o'tsam, 76 lik kelyapti, 76 lik pastga qo'yilib 100 likka aylanyapti-da. 100 likka 457 ulanyapti. Bu tomoni ham shunaqa 176 lik, 100 lik bo'lyapti, 100 likka 457 ulanyapti. Bunga sabab bu 4 ta aylanib u boshiga boradi, bu yoqda ham aylanib u boshiga boradi. Bunga sabab to'rog'iga suvni bir xilda olib berishlik uchun quyilayotgan issiq suv bu yerda qandaydir to'rog'iga teng suvni olib borib beradi. Misol bu yoqlarni ham 57 yoki 76 qiladigan bo'lsa, pastki ikkita qatorlarga issiq suv chiqish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun 100 lik o'ra urdik. Yangilik qilganmiz bu yerda mana. Xo'p, bu mana pastki 20 lik ranni qo'yib qo'yganmiz. Pastki turbadan 10 sm 100 lik pastga tushyapti, sekin bo'lib qolyapti. Bu yer qanday ishim qilsam. O'zimizcha yangilik qilib ko'rdik. Filtr hisobida
suv sirkulyatsiya bo'lgan sari ancha muncha axlatlar bo'lsa mana shu yerga cho'kib qoladi. Bir oyda yoki bir sezonda bir granit o'tsa ancha muncha zanglar, axlatlar tushib ketadi. Ikki tomonga qo'yib qo'yganmiz. Negaki bu asosiy trassamiz, padach. Bu yerdan katta yo'ldan chiqadi, ikkoviga tushib aylanadi. Bu yoqqa qarab ketadi mana, mana shu qarab. Bunisi o'rta bilan borib, u yonboshga o'tadi. U yoqdan borib, bu yoqda rosa aylanish bo'lib turib keladi. Bu ham shunaqa. Imkon qadar qo'ldan kelgancha qilib bitkizdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar akalar. Ya'ni ishlar chiroyli qilib, ko'ngilli qilib, mayda juda detallargacha e'tibor qilib, chiroyli qilib topshirib beramiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosib, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirsanglar xursand bo'lamiz. Like bossanglar, ko'proq sonaga qiziqish bildirgan odamlarga videomizni chiqarib beradi albatta. Foydasi yetib borishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.